هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Şura tefsiri 19. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Şura suresi 19. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah bendillerge köyüngüçüdür. O xalığan adamge keng rızık berdi. Allah güçlüktür, galiptir. Kimiki özünün ameli bilen ahiretinin savabını közlese, onun savabını ziyade verimiz. Kimiki ameli bilen dünyanın menfaatini közlese, onun tiligen menfaatinin bazısını verimiz. Onunla ahirette savabdan hiç nesibi yok. Ulanın Allah ruhsat kılmagan neslerini din kılıp bekitken mabutları barmı? Allah'ın ulağı berildiğin azabını kıyametkiçe tahir kılış doğrusidiki hükmü bulmasa idi, ulanın arasında elbette dünyada hüküm çıkarılgan boladı. Özlerigi zulüm kıygıcılar, yani kafirlar qattiq azapqa duchor bo'ladi. Kafirlarning qiyomat kuni dunyoda qilgan gunohlarining jazosidan qo'rqib turganligini ko'rsan. Ular mayli qo'rqsin, qo'rqmasin, jazo ularga cho'qim nozil bo'lg'usidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar jannatlarning bog'chilarida bo'ladi. Ular Rabbining huzurida xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Bu katta in'omdir. Allah Teala'nın dünya ve ahirette ata qiladigan rizqlari ve başka narsalar to'g'risida. Allah Teala bu ayette özünün insanlarga köyünçen bo'lganligi uchun ularga rizq berdiganligidan, rizq berishda ularning birini unutib qolmaydiganligi, yaxshi odamgami, gunohkor odamgami teng rizq beradiganligidan xabar berdi. Bu haqda Allah Teala mundaq deydi: Yer yüzüdeki hayvanlarning hammasiga rizq berishni Allah merhamet yüzüden ustiga olgan. Allah ularning turar joyini ve o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozilgandir. Bu ayet bilan mazmundosh oyatlar nihoyat ko'pdir. U xohlagan odamga keng rizq beradi. Allah kuchlikdir, g'olibdir. Ya'ni Allah Taala hech narsadan ojiz emasdir. Kimiki özünün ameli bilen ahiretinin savabını közlese, yani ahiret üçün amel qilsa, onun savabını ziyade verimiz. Yani onun kılıvatkan amelini kuvvetleyimiz ve yardım verimiz. Savabını köpeytimiz. Onunla bir yaxşılıqqa 10 əssidin 700 əssigiçe, hatta Allah xalığan miqdarda onun dumu köp savab verimiz. La ilahe illallah Muhammed Resul. Kimiki ameli bilen dünyanın menfaatini közlese, onun tiligen menfaatinin bazısını verimiz. Onun ahirette savabdan hiç nesibi yok. Yani birer kişinin tirişcanlığı fakat dünyadan birer nersige eriş üçün bolsa, onun ahiretin tamamen g'imi bo'lmasa, Allah Teala onunla ahiretinin savabını haram kılıdı. Eğer Allah Teala xalisa, onunla dünyalıktan berdi. Eğer xalamasa, o dünyagımı erişelmeydi. Ahiretinin savabıgımı erişelmeydi. Dünyalıkını közlep iş emel kılgıcı, dünya ve ahiret için
ziyanlıq ticaret bilen şug'ullangan bo'ladi. Buning dalilini bu oyat bilan Sura Isrodagi tövendeki oyatni bog'lab tushunishga bo'ladi. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xolig'ini emas, bizning xolig'imizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimiki oxiratni ko'zlaydi ekan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladi ekan, mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkisiga Rabbingning ato qilgandan berimiz. Rabbingning ato qilgani hech odamdan man'i qilinmaydi. Ularning ba'zisini ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Sura Isro 18-oyatdan 21-oyatgacha. Zavri Ubay ibn Ka'b radiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu ummatga ustunlik va g'albiga erishadiganligi, nusrat qozonadiganligi, zaminda keng ko'lamda yerlashadiganligi bilan xo'sh bishorat bergan. Kimiki oxiratning amalini qilishda dunyoni ko'zlagan bo'lsa, uningga oxiratda hech nasibi bo'lmaydi. Bandalarning din bekitishning shirik amal ekanligi to'g'risida. Ularning Allah ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlari bormi? Ya'ni ular Alloh taolo sana din qilib bekitgan to'g'ri dinga ergashmaydi. Balki ular jinlar va insonlarning shaytonlari ularga din qilib bekitgan narsaga ergashadi. U shaytonlar ularga bahirani, saibani, vasilani va hamni haram qildi. O'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, qimor o'ynashni va shuningga o'xshagan gumrohlikni, aqidasi buzuq bo'lgan nadonlikni halol qildi. Ular jahiliyat davrida xolig'ini halol, xolig'ini harom qilib, batil ibodatlarni, nachar va bema'ni so'zlarni o'ydirib paydo qilgan edi. Sahih Buxoriyda rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi bayon qilingan. Amr ibn Luhayyi ibn Qama'aning Davzaqda 3 yini so'rab yugunni ko'rdim. Chunki u saibalarni erkin qo'yayotgan va bu e'tiqodni o'ydirib chiqargan tunji odam edi. Bu odam Xuza'a qabilasining boshliqlaridan biri bo'lib, u bu ishlarni qilgan. Shundaqla u Qurayshlarni butlarga ibodat qilishga elib borgan bir odam edi. Uningga Allohning la'nati bo'lsin. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Allohning ularga beriladigan azobni qiyomatgacha ta'xir qilish to'g'risidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta dunyoda hukm chiqarilgan bo'ladi. Ya'ni Alloh taolaning ularni jazolash hukmi qiyomat kunigacha ta'xir qilinmasa edi, ularga tegishli azob dunyoda tizilgan bo'ladi. O'zlariga zulm qilg'ichilar, ya'ni kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni jahannamda qattiq alam qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. U nima degan yomon joy? Mushriklarning mahshargoh maydonidagi qo'rqinchli holati to'g'risida. Kofirlarning qiyomat kuni dunyoda qilgan gunohlarining jazosidan qo'rqib turganligini ko'rsan. Ular mayli qo'rqsin, mayli qo'rqmasin, jazo ularga cho'qim nozil bo'lg'usidir. Ya'ni ular qo'rqib turgan azob ularga cho'qim bo'ladi.
Bu ularning qiyomat kunidagi holidir. Ular qo'rqib, titrab turdi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar jannatlarning bog'chilarida bo'ladi. Ular Rabbining huzurida xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Ya'ni qiyomat maydonlarida xorliq va haqorat ichida o'z gunohi tufaylidan tegishlik azobdan qo'rqish ichida tug'an odam bilan jannatlarning bog'chilarida ko'zlar ko'rmagan, quloqlar anglab boqmagan, insonning ko'ngliga kechib boqmagan yemak-ichmaklardan, kiyim-kechaklardan, turalg'ulardan, ko'rkam joylardan, ayollardan va lazzatli narsalardan o'zi xohlagancha bahramand bo'lgan odam o'xshash bo'lamdi? Hergiz o'xshash bo'lmaydi. Bu katta in'omdir. Ya'ni bu cho'ng baxtdir. To'liq va mukammal bo'lgan hammani umumiy jihatdan o'z ichiga olgan ne'matdir. Allah iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan bandalarga ana shu in'om bilan xush xabar berdi. Payg'ambarlikni tabliğ qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Rabbimning da'vatini yetkazishimga chiqilmasliginglarni tilayman degan. Kimiki birer yaxshi ish qilsa, uningga biz savobni ziyoda beramiz. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilguvchidir, az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Ular, ya'ni Quraysh kofirlari, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga yolg'onni to'qidi demdi. Agar Allah xohlasa, ya'ni ular gumon qilgandek Allohga yolg'onni to'qigan bo'lsang, sening qalbingni pechatlab etgan bo'ladi. Allah batilni yo'q qiladi. Payg'ambarga nozil qilgan so'zlar orqali haqni haq qiladi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilib turg'uchidir. İman etganlarga jannatning nozi ne'matlaridan bishorat berish to'g'risida. Alloh taolo jannatlarning bog'chilarini tilga olgandan keyin iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan bandalarga mundoq deydi. Allah iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan bandalarga ana shu in'om bilan xush xabar berdi degan. Ya'ni bu in'om ularga cho'qim hosil bo'ladi. Chunki Allah Taala ularga shundoq xush xabar berdi. Payg'ambarlikni tabliğ qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Rabbimning da'vatini yetkazishimga chekilmasliginglarni tilayman. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Quraysh kofirlarining ana shu mushriklarga aytqinki, men sizlarga qilgan bu tabliğ va va'z nasihat uchun sizlardan menga pul mol berishinglarni talab qilmayman. Mening sizlardan talab qilganim shuki, mening faqat sizlar menga qarata qilayotgan yomonlikni to'xtatinglar. Rabbimning amr farmonini yetkazishimga to'salg'ulik qilmanglar. Sizlar menga yordam bermagan taqdirdami, aramizdagi tuqqanchilikning yuzini qilib bo'lsa-mu, menga aziyat yetkazmanglar. İmam Buxoriy mundaq rivoyat qiladi. İbn Abbas radhiyallohu anhumadan Alloh taolaning faqat tuqqanchilik haqqi uchun men do'st tutishinglarni, ya'ni Rabbimning da'vatini yetkazishimga chekilmasliginglarni tilayman degan oyatining ma'nosi haqida so'ralgan edi. Sa'id ibn Jubayr bu oyatdagi tuqqanchilik degan so'zdan Muhammad alayhissalomning oila tavobatlari ko'z tutildi dedi. İbn Abbas, sen javob berishda aldirab ketding. Haqiqatan payg'ambar alayhissalom bilan Quraysh qabilasidagilarning orasida tuqqanchilik bor. Shunga payg'ambar alayhissalom faqat mening
aram bilan sizlarning faqat mening aram bilan sizlarning oranglardagi tuqqanchilikni sil rahim bilan ulanglar degan edi. Bu hadisni Imom Ahmad mu rivoyat qilgan. Kimki biror yaxshi ish qilsa, uningga biz savobni ziyoda beramiz. Ya'ni kimki biror yaxshi amal qilsa, uningga biz yaxshilikni, ya'ni ajr va savobni ziyoda beramiz. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Alloh haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni hassilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilguvchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Ya'ni Alloh taolo ko'p gunohlarni mag'firat qiladi. Az yaxshiliklarga ko'p ajr beradi va hassilab savob beradi. Payg'ambar alayhissalomning Qur'onni yolg'ondan to'qidi deb qarg'anligi va bu tuhmatga berilgan raddiya to'g'risida. Ular, ya'ni Quraysh kafirlari, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohga yolg'onni to'qidi demdi. Agar Alloh xolasa, ya'ni ular gumon qilgandek Allohga yolg'onni to'qigan bo'lsang, sening qalbingni pechatlayotgan bo'ladi. Ya'ni ey Muhammad alayhissalom, agar sen ayni shu jahillarning gumon qilgandek Alloh taologa yolg'onni to'qigan bo'lsang, Alloh taolo sening qalbingni pechatlayotgan bo'ladi. Ba'zi qalbingga mühür besib sana bergan Qur'onni qaytirib oladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosi qizil tomirini kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qola olmaydi. Ya'ni uningdan qattiq intiqom oldik. İnsanlardan hech kim uni qo'g'dab qilishga qodir bo'la olmaydi. Alloh botilni yo'q qiladi. Payg'ambarlarga nozil qilgan so'zlar orqali haqni haq qiladi. Ya'ni Alloh taolo so'zlari, ya'ni dalil paketlar orqali haqni haq qiladi. Uni isbotlaydi. Uni ro'shan va ochiq bayon qiladi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo dillarda saqlangan va yoshiringan sirlarni bilib turdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Shura tafsiridan 24-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.